so'zda sehr bor, she'rda esa hikmat bor deyilgan muqaddas hadisda. Yaratganning ne'mati O'zbekiston. Kim ijodkor bo'ladi? Hammaga o'xshamagan yurak sohibi sohibalari. Chin yurakdan, chin dildan bir har bitta satrini anglab o'qishlarini ko'rib ham havas qildim. Mana ustozlar bilan birgalikda ularni baholashda ham qiynaldik, ham juda ham tortishdik. Otamdek azizsan jonimdan ortiq, vatan jahonimsan tan olaymi yo? O'zbekiston baxtlar o'lkasi, seni kuylab madhing bitaman, chiroyingga ko'zlar tegmasin. Dovrug'in taratib O'zbekistonning ko'kka ko'taraman sharaf shonini, qalqoni bo'lib men shunday makonning dunyoga tanitay o'zbek nomini. Hozir men juda ajoyib jarayondaman, bilasizmi? Rohat, zavq mana shu yerda, chunki bojxona xodimlari orasida she'riyatni keng yoyish, tadbiq qilish, ko'rik tanlov joriy etish bu naqadar katta odob, bu qanaqa bir go'zal, xayrli ish. Qarang mana bu turfalikni, xilma-xillikni qarang. Bu ijod deyiladi. Mana bu so'z latofati deyiladi. Mana bu ona tilimizni jozibadorligini oshirishga, she'riyatni ulug'lashga yo'naltirish bo'ladi.